Assalomu alaykum. Men Seyitov Shuhrat, biznes avtomatizatsiya korxonasining rahbari va asoschisi bo'laman. Bugun korxona boshqaruvchilari va korxona biznes egalari uchun ma'lumotlar tarqoqligi haqidagi seriya videoroliklarimizga start beramiz. Bugun birinchi videomizning mavzusi korxonada yagona boshqaruv tizimi yo'qligi, ma'lumotlar tarqoqligi haqida. Markazlashgan tizimning yo'qligi sizga qanchalikka tushayotganini hisoblab ko'rganmisiz? Ma'lumotlaringiz tarqoqligidan qanchalik qiynalayotganingizni o'ylab ko'rganmisiz? Ko'pgina korxonalarda ma'lumotlar tarqoqligidan qanaqa vaziyat bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Excel fayllarda daromadlaringiz, xarajatlaringiz, ombor, kassalar, pullar hammasi Excel fayllarda, Google dokumentlarda, Google Sheets'larda. Buyruqlar, vazifalar, topshiriqlar, hisobotlar hammasi Telegram messenjerlarda va WhatsApp, Telegram boshqa messenjerlar orqali. Rejalaringiz, loyihalaringiz, kelishuvlaringiz hammasi shaxsiy dokumentlarda qaysidir ishchingizning qo'lida. Bosh direktorda umumiy manzara yo'q. Biznesni his qilib emas, taxmin qilib boshqarilyapti. Bu qanday oqibatlarga olib keladi? Moliya masalasida, pullaringiz masalasida qancha foyda yoki qancha zarar borligi, kassangizda qancha pul bor, bankdagi qancha pul borligini faqatgina finansistga yoki buxgalterdan talab qilib qanchadir muddatda yig'ib ola olasiz. U ham yana aniq bo'lsa yoki aktual, mana shu onlayn rejimda real vaqt bo'yicha emas. Sotuvlaringiz, mijozlar yo'qolayotgani, mijozlarni tarixlari saqlanmayotgani, bitta sistema yo'qligidan qog'ozlarda, ежедневник kundaliklarda yoki qanaqadir Google tablitsalarda qolib ketyapti. Ularni tarixi, sizga yetib kelgan klientni yetib kelgan lididan, talabidan boshlab oxirgi sizdan mijozga tovar chiqib ketgancha bo'lgan tarixlar yo'q. Faoliyat statistikasi, prodaja, mana shu sotuvingizdagi statistika yo'q. Omborlaringizdagi muammolar, raqamlashmagan, skladingiz raqamlashmagan. Haqiqatga ostatkadagi qoldiqdagi tovarlaringiz haqiqatga to'g'ri emas. Hujjatdagi Google tablitsadagi ostatka bitta, faktiski inventar qilib ko'rsangiz, u boshqa ostatka. Uning summarniy ostatkasini bilib olishingiz o'zi amri mahol. Loyihalaringiz, qaysi loyiha orqada, kim necha soat ishladi, qaysi zadacha, shu vazifalar, loyihalar bo'yicha qaysi vazifalar qaysi holatda, qayerda to'xtab turgani yoki qanaqa loyihangiz tugayotgani yoki boshqa statusdaligini bilib ola olmayapsiz. Hisobotlaringizchi? Hammasi ma'lum bir muddat talab qiladi yig'ish uchun. Siz xodimlarga topshiriqlar berib, 2-3 kun ular shu topshiriqlarni bajarib, sizga ma'lumotlarni olib yig'ib kelguncha bu ma'lumotlar eskirib bo'lgan bo'ladi. Nazoratchi? Boshqaruvda qanaqa muammolaringiz bor? Muammolarga olib keladi bu tarqoqligi ma'lumotlarni. Mas'ullar hisob-kitob bermaydi yoki faktiga emas, bahonaga tayanadi. Qanaqadir boshqa odamni, boshqa сотрудникni, boshqa ishchini aybdor qiladi. Siz tizim yo'qligi orqasidan xodimlarni ko'rsatkichlarini aniqlay olmaysiz. Bu muammolarning sababi nimada? Har bir bo'lim o'zicha, o'z mikrodunyosida o'zicha yashayapti. Har bir bo'limlaringiz o'rtasidagi proseslarni boshqarish tizimi yo'qligi. Yetakchi qarorlarni qabul qilish uchun real ma'lumotlaringiz yo'q. Onlayn rejimda ma'lumotlarni yig'a olmaganligingiz. Yo'l qo'yilgan xatolaringiz faqat keyinchalik vaqt o'tgandan keyingina aniqlanyapti. Uni bironta ma'lumotlar sistemasida, ma'lumotlar tizimida vaqtida olib ola olmayapsiz. Bu muammolarning yechimi qanaqa? Yechimi bitta. Korxonani tizimlashtirish va avtomatlashtirish, yagona boshqarish tizimiga o'tish. Nimaga tizimlashtirishga urg'u beryapman? Tizimlashtirmasdan avtomatizatsiya qilish bu xaosni avtomatizatsiya qilish bilan bir narsa. Tizimlashtirish va avtomatlashtirish natijasida nima o'zgaradi? Hamma ma'lumotlaringiz bitta ma'lumotlar bazasida yig'iladi. Mijozlar, qarzlar, pullar, daromadlar va
xarajatlar hammasi bitta ma'lumotlar, yagona ma'lumotlar bazasi. Hisobotlar avtomatik ravishda real vaqt ichida olinadi. Qo'lda emas, tayyor shablonlar yordamida bir necha soniyada real отчетlar, real hisobotlar olish imkoniyati. Nazorat ham real vaqt ichida. Har bir loyiha, buyruq va xodimlar yuzasidan nazorat qilish va ular to'g'risida hisobotlar yig'ish real vaqt ichida bitta tizimda olish imkoniyati. Jarayonlar tugal davrada to'liqligicha sotuv bajarish, hisob, tahlil hammasi bog'langan holatda to'liqligicha to'liq kartinkani ko'rish imkoniyati bo'ladi. Mijozlar tarixi to'liqligicha saqlanadi. Xarid, qo'ng'iroq, arzlar hammasi mijoz kartochkasida ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Dastur ADNS dasturi yoki Bittrex 24 yoki boshqa dasturlar orqali qanday avtomatlashtiriladi korxona? Muammolaringiz qanaqa yechim topishi? Qanaqa muammo mavjud edi? Hamma ma'lumotlaringiz tarqoq va Excelda ma'lumotlar yig'ish, moliyaviy hisobotlaringiz Excelda edi. Yangi tizimga o'tganingizdan keyin hammasi bitta yagona ADNS yoki boshqa tizimda moliya bo'limi, moliya modulida hisob-kitoblaringiz hammasi tayyor holatda ko'rasiz. P&L, cash flow, balance sheet va boshqa hisobotlar tayyor holatda onlayn rejimda ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Telegramda buyruq va topshiriqlar mavjud. Muammolaringizdan bittasi bo'lgan bo'lsa, yangi tizimda Bittrex 24 yoki boshqa task manager yoki boshqa CRM sistema o'rnatganingizdan keyin hammasi ichki va tashqi tasdiq va vazifalaringiz bitta tizimda nazorat jurnallarida ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Sotuv va mijozlar o'zaro bog'lanmagan holatda sizda bo'lgan bo'lsa, yangi tizimga o'tganingizdan keyin, tizimli boshqaruvga o'tganingizdan keyin Bittrex 24 CRM moduli yoki boshqa CRM modulda mijozlarning to'liq kartasini ko'rish imkoniyati, ularning tarixini ko'rish imkoniyati, har bitta arz yoki boshqa klientga mijozga tovar yetib borishigacha bo'lgan, undan keyingi boshqa klientdan обратный связь, boshqa ma'lumotlar hammasini bitta tizimda ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Sizda ombordagi qoldiqlaringiz hatto qog'ozdagiga fakt to'g'ri kelmaydigan holatda bo'lgan bo'lsa, yangi tizimga o'tganingizdan keyin ombor moduli orqali har bitta kirim-chiqim, partiyalar va sroklarni kontroli, nazorati, uni tovarlarni rezerv qilish, qanaqadir qaysidir mijozni zakaziga rezervatsiya qilish hammasi o'ziz bitta tizimda kontrolda bo'ladi. Sizni hozirgi holatingizda loyihalaringiz hisob-kitobi yo'q, statuslari ma'lum emas holatda bo'lgan bo'lsa, tizimli sistemaga o'tganingizdan keyin hammasi bitta sistemada, ADNSni shu loyiha bo'limi yoki boshqa bir sistemani loyiha bo'limida hamma zadachalar, hamma vazifalar va loyihangizni statuslarigacha, qaysi holatdaligingizgacha vizualniy ko'rinishda va jurnallarda aniq, tiniq va yavni ko'ringan holatda bo'ladi. Tizimlashtirish va avtomatlashtirish biznes uchun qanaqa natijalar beradi? Tizimlashtirishdan oldingi holatingiz bir-biriga to'g'ri kelmaydigan raqamlar bo'lgan bo'lsa, tizimlashtirishdan keyingi holatda siz barcha ma'lumotlar aniq, real vaqt ichida olasiz. Qarorlar tuyg'ularga asoslangan bo'lsa, tizimlashtirgandan keyin qarorlaringiz faktlarga asoslangan bo'ladi. Xodimlaringiz hisob topshirmaydigan va ularni nazorat qilish imkoniyati bo'lmaydigan holatda bo'lgan bo'lsa, har bir xodimning faoliyati ko'rsatkichlari, foydali ish koeffitsientlari, KPI-larini siz bitta tizimda kontrol qilib ko'rib o'tirish imkoniyatingizga ega bo'lasiz. Rahbar jamoa bilan emas, fayllar bilan, tablitsalar, jadvallar, Google Sheets bilan ishlayotgan holatini ko'rayotgan bo'lsangiz, tizimlashtirgandan keyin boshqaruv real jarayonlarda natijalar orqali bo'ladi. Xulosa qilib aytamanki, bugungi kunda biznes uchun ma'lumot bu kapital. Agar ma'lumot to'liq bo'lmasa, tarqoq bo'ladigan bo'lsa, sizning qabul qiladigan qaroringiz ham shu kabi bo'ladi. Avtomatlashtirish bu yagona haqiqat manbaini yaratish siz uchun. Qaror qabul qilishni tezlashtirish va har bir so'm pulingizni tejash. Korxonangizni tizimlashtirish uchun va avtomatlashtirish uchun yordam berishga tayyormiz. Biznesingizdagi shu kabi muammolarni hal qilish, biznesingizni tizimlashtirish va avtomatlashtirish uchun
Biznes avtomatizatsiya korxonasining 20 yildan ortiq tajribaga ega ekspertlari yordamga tayyor. Kanalimizga obuna bo'ling va biznesingizni tizimlashtirishda eng kerakli ma'lumotlarni oling.